Fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida va xolisona ko'rib chiqish, ularning huquq hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlash, shuningdek, tergov yo'nalishidagi masalalarda ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini amalda ta'minlash Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi faoliyatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ana shu maqsadda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan navbatdagi shaxsiy qabul tashkil etildi. Qabul davomida fuqarolar tergov va surishtiruv jarayonlari, tergovga qadar tekshiruvlar hamda boshqa huquqiy masalalar yuzasidan o'zlarini qiynayotgan muammolar bilan bevosita rahbariyatga murojaat qilish imkoniga ega bo'ldilar. Shaxsiy qabul jarayonida 20 dan ortiq fuqaroning murojaati tinglanib, har biri qonunchilik talablari asosida atroflicha o'rganildi. Murojaatchilarning fikr va takliflari diqqat bilan eshitilib, har bir masalaga alohida yondashildi. Vakolat doirasida hal etilishi mumkin bo'lgan ayrim murojaatlar qabulning o'zidayoq ijobiy yechimini topdi. Qo'shimcha o'rganish talab etilgan murojaatlar yuzasidan esa mas'ul soha rahbarlari va tegishli xodimlarga aniq topshiriqlar berilib, ijrosini ta'minlash bo'yicha belgilangan muddatlar asosida nazorat o'rnatildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan fuqarolar murojaatlari bilan ishlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, har bir murojaatga qonuniy, xolis va o'z vaqtida yechim topishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda.